Assalomu alaykum hammalarga. Xudo xolisa keyingi zakazlarimiz ham inshaalloh tayyor bo'ldi. Bu yerda ham MDFdan, ham yog'ochdan zakazlarimizni tayyor qildik. Hozir birin-ketin o'rnatamiz. Hop, bu yerda ikkita zakazimiz, hop mana bu yerda keyingi zakazlarimiz xudo xolisa tayyor bo'ldi, zapchasini qo'ydik. Bu yerda yog'och zakazlarimiz tayyor bo'lyapti. Katta 180 lik romlarimiz, standart 130 160 lik romlarimiz, ikki qanotli yopiq variantdagi eshiklarimiz. Bular ham addenli syomkasini qo'yamiz. Xudo xolasa bu yerda mana yana keyingi zakazlarimiz ham birisidan kelib tayyor bo'ldi. Xo'p, sizlarga hozir mana shu yog'och bilan MDFimizni narxi, ma'lumotlari, qanaqa MDFdan, qanaqa yog'ochdan yasalgan va pullari, kvadrati, nimalar qo'shimcha qilinganini tezroq qisqa fursatda tushuntirib berishga harakat qilaman. Bo'lmasam razmerdan boshladik. Xo'p, romimizlar eni 1.30, balandligi 1.65. Eshigimiz eni 90, balandligi 2.35. Uyga kirish o'ng bo'lishi uchun o'ng chap qilib o'lchaganda o'zimiz moslab o'lchaganmiz, shunday holatda qo'yib berdik. Xo'p, MDFimizning qalinligi 0.8 MDFda qilingan. Xo'p, 0.8 kesaklarimiz yog'ochdan o'ngga qalinligi 4.5 sm. Oynalarni taraqlamaslik uchun, sovuq kirmaslik uchun germetikala shumkali qilib qo'yib berdik. Derazalarni ham hamma ko'zlarini germetika qilib solib berganmiz. Oynani shumka qilishdan tashqari eshikni o'ziga ham shumka qilib berganmiz. Tepalariga, yonboshlariga mana shumka qilib. Yopilganda oyna ham taraqlamaydi, eshik ham yog'ochga tegib, taraqlagan ovoz chiqmaydi, tixa yopiladi. Shu holatda qilib berganmiz. Zamogimiz har doimdek sinaqda millionli zamog. Yosh bolasi bolalarga men tavsiya qilaman. Ichidagi serdeshli, mayda detalgacha temir, plastmassa joyi yo'q, baquvvat zamok. Xo'p, bularda endi pulga keladigan bo'lsak, metr kvadratini 800 ming so'mdan tayyorlab berdik. Donasi emas, metr kvadrati. Shunda ikkita eshik, bitta romimizning puli 4 million 700 ming so'mga hamma yo'q bilan olib borib o'rnatib berishigacha tayyor bo'ldi. Xo'p, endi aka bizda misol hammada sharoit har xil. Aka, yengilroq variant kerak deganlarga MDFlarimizni metr kvadrati 600 ming so'mdan 950 ming so'mgacha bor. Bular 800 ming so'mlik variant. Endi boshqa misol fasoni yoki yengilroq variantlarini yoki boshqa ranglarni so'ramoqchi bo'lsanglar, nomerimiz 99 607 69 00 ga aloqa qilsanglar, Telegram, WhatsApp, email bor. Razmerlarni bersanglar, uylari joyiga qarab, inshaalloh xudo xolisa razmerlar rangi tushadigan qilib fasonlar tashlab beraman. Yoqqanini tanlasanglar, pulni hisob-kitob qilib beraman, kelishib dogovor qilamiz. Ish boshlashdan oldin o'zimiz borib o'lchab, joylarga chiroy tushadigan qilib, chopib yoki yama qiladigan bo'lmasligi uchun o'zimiz o'lchab, zamollarning o'ng chapini moslab o'lchab, yana olib borib o'rnatib beramiz. Shu narx ichida. Eshiklarimizni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, ulamiz butun holatda qilingan, butun MDFdan. Shuning uchun narxlari shunaqa. Xo'p, endi yog'och ishqibozlari hali ham bor, yog'och baribir o'zgacha. Faqat MDFdan sal qimmatroq. Xo'p, bu ikki dona eshigimizni o'zimiz Andijon Chinobotiga qilib berdik. Ikki dona bo'lsa ham klientlarimizni rozi qilish degan maqsadda ikki dona bo'lsa ham mayli deb o'zimiz borib o'lchab, yana xudo xolisa o'rnatib beryapmiz. Xo'p, bularimiz razmeri standart 90 ga 2 metr, ichkari o'ng tomonga ochadigan qilib, shunaqa skromniy fason tanladilar, shunaqa holatda qilib berdik. Xo'p, eshigimiz oddiy bo'lmasligi uchun tepalariga koronalar, karnizlar qilib, yog'ochlarga palasalar ochib, nalishniklarga chiroyli holatda qilib berdik. Rangini korishniy rang tanladi, korishniy, neobычный svet. Laklarini chiroyli turishi uchun glansiy lak qilib sepib berganmiz. Ularga ham har doim millionli sinaqda zamok qo'yib, shurumni qatirmasdan gaki bot bilan qilib berganmiz. Chiroyli holatda. Xo'p, bularimiz ham MDFga o'xshab tepalarida mana yonboshlarida shumkalari bor. Ochayotganda taraqlamaslik uchun chiroyli holatda qilib berganmiz. Xo'p, endi bularimiz metr kvadratiga keladigan bo'lsak, yog'ochlarimiz ko'pchilikda xabari bor. Hozir bu holatda tayyorlaydigan bo'lsanglar, neobreznoy 5 lik yog'ochda metr kvadrati 1 million 250 ming so'mdan tayyorlab berdik. Hozir bu ikkita eshigimizdan tashqari yana bir dona xuddi shu razmerda akfasi bor. Shunisi bilan birga 6 million 900 ming so'mga tayyor bo'ldi. Ularda ham olib borib ustanovka qilib berishdi. Akfasi ham balkon profildan, katta profildan qilingan. Shunda masalan shu eshigimiz mana 90 ga 230 mana MDF razmerida bo'lsa, 90 ga 230. MDFimiz 1 million 600 ming so'm, 1,5 million so'm atrofida to'g'ri keladi. Yog'ochda shu holatda qilsanglar, mana bu MDF razmerida eni 90, balandligi 230 bo'lsa, 2,5 million so'mga yog'ochda to'g'ri keladi shu holatda. MDFimiz 1 million 600 ming so'mga to'g'ri keladi. Hisobda 900 ming so'm yoki 1 million so'm eshik bilan MDF bilan yog'ochimizni farqi. Shuning uchun MDFga ko'pchilik
zakaz ko'proq bo'lyapti. Ikkovi ham o'ziga yarasha kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Inshaalloh qaysi bir yoqsa hammasini qilib beraveramiz, lekin MDF-imizni ham, yog'ochimizni ham qalinligi 4,6 sm. Korobka, oshimochi, zamok hammasini zapchastlari bir xil, qalinliklari ham bir xil, xizmati ham bir xil. Faqat MDFda yog'ochga o'xshab kirasi qilmaganimiz uchun shu arzonroq tushadi, lekin xizmatlari bir xil. Xudo xolasa, aloqa etsanglar, joylarga qarab, sharoitga qarab, MDFmi, yog'ochmi, qimmatidan, o'rtachasidan chiroyli qilib, inshaalloh qilib beramiz. Lekin o'ta arzon, masalan, donasi 600 ming so'm, 700 ming so'mlik eshiklar bizda yo'q. Ustaxona bo'lgani uchun, hunarmandlik bo'lgani uchun faqat zakazga chiroyli ish qilib beramiz, xudo xolasa. Hammanglarga xudo xolasa chiroyli shunaqa ish romlar nasib qilsin. Inshaalloh qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Kamchiliklar bo'lsa rozi bo'lasizlar. Bemalol aloqa qilsa, nomerimiz yoniq. Aloqa chiqib, inshaalloh buyurtmalar bersa qabul qilamiz. Ustaxonamiz mana Andijon viloyati Buloqbosh tumanida, shu katta sex shu yerda yasaymiz inshaalloh. Hammanglarga rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarga ham inshaalloh shunaqa chiroyli eshiromlar nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Hali turli tuman, ajoyib bir-biridan ranglari har xil, fasonlari har xil bo'lgan eshiklarimiz bor. Hammasini bitta-bitta qo'yib boramiz. Hammanglarga rahmat, salomat bo'linglar.